ketdi. Assalomu alaykum. Yazimon 24 kanalining obunachilari. Mana shu mol o'ta ham yuvosh mol ekan. O'ta ham yuvosh mol. Bu akam hozir biz Yazimondan olib keldi Marlonga. Qumarg'imi deb ayt. Tashlab Qumaraq. Ha, tashlab Qumarg'ga biz olib keldi. Molimiz to'qagan. Kaç? Ha, Telegram gruppa, Telegram. Tepkir molni salayin chiqadi. Kedan keyin i yo'q. Kedan keyin i yo'q. Ko'pchilik tepkir molni yozyapti. Tepkir mol qo'shib yozasizlar molni. Tepkir mol salayin chiqadi. Qancha deb telefon deyapti? Kaç? Bu tamam oldu mana. Çalta qilib baylab olamiz. Akam çalta qilib ham baylabdi. Ketirmadi dedi. Deb oldayog'ida baylab ko'tarib turdim, bo'lmadi. Sizlarga o'tib qolib, ashnaqa tepyapti-da. Ya bak sizlarga shuni yerga o'tib qolib, ashnaqa tepyapti janim. Bu da basiydi-da. 15 kun 20 kun zo'r sog'dirdi. Agarning qular tushib edingmi? Nargilarlar tarimi? Ya qaragan ham. Yo'q. Morada ko'ramiz. Nima mashina o'qiydi? Yo'q. Do'stlar yo'l tazminlarga o'ldirishadi. Yürü yattım üstüne otururuz. Jigar unday boshdan shirilyapti. Bundan esi. Ichiga bugun. Ha, o'sha. Aç. Canavar. Bir tomon to'sib. O, nima edi? Shotimi nima bu ana? Ha, ashuna keladimi? Aslida bir tomonga qo'yaylikmi, to'sib bo'lib turadi. Bo'l, qaysi tomonga qo'yaylik? Bir tomonda to'siq bo'lsa agar zo'r bo'ladi. Bo'ldi. Hozir yuraveradi o'nggacha. Video olyapsizmi? Hı. To'monga shunday sizlarga ketgan avtomatik olib kelaylik-da. Kendirga ketib bo'ladi. Ashuna cho'chib Yuro, tepasini ketaveradi. Bu tomonga mana shu transhira to'g'riladi bu tomonga. Ketganmi? Ha. Bunaqa yursiz. Ashuna bunaqa qo'yib qo'yaylikmi deb qilib ashuna. Bunaqa qilib qo'yadi. Ha. Yuring. Arashtirishda bo'lashi qo'ying-ku. Bu paytga ketib qoladi. Ichida qo'ying-ku. Bu qiladi-ku. Mana bu. Qo'y jonim, ey. Qo'y onangni bo'lasi, yurayim tushib qoldi. Hozir buni duxini olaman, men duxini olyapman. Onangni bo'lasi. Nima opasniy ekanda? Ana. Nima qilyapsan? Oram. Mana bu yaxshi gapmi? Zo'r. Unda shu 20 ga sog'dirdagi mashina bo'lib qoldi. Deb men yeplanmadim. Buni. Dabdurustdan kelib hali kunduz bo'lsa ekan boshqa gap ayni. Sirad qo'yib qo'ysam bo'laveradi bunga. Tepikkan holatni ham bilinishi kerak buni. Qo'limiz zo'r edi to'g'risi. O'ta shayton ekan. Qo'limiz uzilib ketadi. Voy bilya. Ana tepada hozir Ilib qoldimi ya? bu yaratib qo'y. Hay. Aka o'zingiz qo'yib yurasizmi? Men yeplanmadim buni qo'yishdi. Tepki emas. Yo'q, qo'lim nima qoldi? Aytib o'rib qoldi. Aç.
uzoqdan turib kelasiz-da. Yaxshi. Hak. Hak. Ya qo'lim bor. Tomir topishib qoldim, nima bo'ldi? Hak. Poy cho'zilib qoldim. Hak. Oldir odam bor ya. Orqasidan bor, yonga qarab yana. Aka YouTube'ga chiqib qolyapsiz, narsa qilmaydi. Achchiq bo'lsa. Mol debmasam. Odamlar chaqiradi. Ashakani olib keling deb. Ana uchiga tegib bordi-da, qo'lim tortilib qoldi. Shunaqa charchash kerak o'zi. Ha, mana shunaqa bo'ldi men ekan, xuddi shunday bo'ldi. Ko'plar. Qo'lim bor, chiqib ketdi bor. Siz charchatingda shunaqa qilib oxirgi o'zim qo'yaman. Abunangiz bo'lsin. Ne paroliz açık edin. 1 1 2 2 3 3. Boş. Böyle. Şöyle. Assalomu alaykum. Yazgan 24 kanalning obunachilari mana. Hozirgi mol. Meni knockdown qildi bu. Uyda gaz qo'yapti hozir mana. Antibriki tepodi. Aka bir charchatib bersanchi qani. Shu darajada yomon ekan qani. Ashitda pardadan o'ziga torting, o'ziga. Tortib, mahkam tortaydi, qattiq tortavering. Ashit cho'zilsin. Teparoqqa tortish kerak-da uni. Endi do'g'in qo'yib qoldi. Borolmay qoldim. Sen bo'la qorong'ida ko'rinmas ekan. Moslashyapti. Ha, chet tortsa. Ha, mana shu gruppaga qo'yib boryapmiz mana tepkir mol. Tepkir mol. Kedan keyin iyo ko'pchilik tepkir deb yozyapti. Tepkir mol mana. Ana video tashlayapti shunga. 2573 telefon nomerimni tagiga qo'yib qo'yganman, o'sha silkasini, tepkir mol. Tepasiga bossalar ham qo'shilasizlar. Hakilan sen aka bunda. Bu orqa tomon bor, dun tomoniga. Bu menimcha uncha kattaroq shekilli. Bitta ko'tarib ko'rinadi tepaga sari. Ha. Значит, illi ko'raveringchi, mabodo bu kattalik qilsa kerak menimcha. Ilalarni bilmayman. Tepaga qarab ko'tarishingiz kerak-da. Endi oyoq ishlaydi. Bu o'z dilincha aka. Qarama ilaveraman. Qo'lim cho'zilib qoldi, to'g'risini. Hop. Jankilot mandamda bu akasi ekan bu. Qo'largan. Voy tilga. Ashna antibri 3 hisob olmanga boru. Bitta videoda Jankilot mandamda uchirib chiqarib yuborgan bir 5 metrga. Bir tek. Haqiqatan ham yomon ekan. Pishyapti bari. Borgan deb qo'yaveradi. Akam o'zi mana qo'yyapti mana. Egasi o'zi. Sekingina, astagina xudo xolasa o'tib qolsa bo'ldi. Qaytib ketdi. Necha o'tsin-da? Opa. Belidan chop turib, shuni surib yuboringchi. Chiq, tek qo'yamiz ana shunaqa. Antibris sinib qolmaydi ancha-munchaga. Ha. Nima bo'lsin o'zi, tirchilasin.
qattiq bo'ladi. Telegramda ko'rinmay qolibdi, qo'ydim. Qo'yilgan holatda mana o'chib qoldi. Mana hozir qo'yib oldik. Endi kirchilasin, boshqa bo'lsin, bir joni og'risin, bu mayta qo'y tomiri bor mana. Tortilsin o'sha qo'y. Joni og'risa, bitta turgandan keyin sog'amiz xudo. Agar o'zi qo'ydi mana videosi. Mana bu. Ushtirib solgandan keyin sal o'zi kelib qolar aka. Ha, o'rganib qoladi, xudo xohlasa. Anti bir bitta jizzaxli opa bor. Jonimni oladi anti. Ko'ryapsiz, hali bola poyini bunday qirqaversa oyoq ishlab ketadi. Poyin tortib turibdi tabii. Mana turishda oyoq qaltirab hali aytdim sizga, o'zim holimni. Shu g'azat yetib kelmayman, shu oyoq ishlamaydi mana. Lekin nariga oyoq ishlaydi, uchta oyoq ishlaydi mana. Bu ishlamaydi. Bu ishlamaydi xolos. Razmerchi kattami, mana shu bo'laveradi maki. Necha kattaga o'xshaydi, oyoq ishlayapti hozir. Shunga sal kichikroq qo'yganimizda bor, yiqilib tushsa ham mayli. Yiqilsa ham bor, mazaq orasida o'zi. Ha. Ko'pchilik hali yiqilib tushsa o'lib qoladi, bu narsa bo'ladi, hech narsa qilmaydi, xiytirlik qiladi. Lekin xiytirmas ekan, yomon ekan. Spichkasi yo'q olishib turasizmi mana bu? Yaxshi kelasiz. Ha? O'zi. Qo'pdingmi? Ehtiyot bo'ling aka. Ehtiyot bo'lib boring. Ha, endi tepmas aka. Jicha bo'sh ekanmi? Bo'sh ekanmi? Bo'sh ekan mana. Ko'rsizmi, shilqilab qo'ygan. Bo'ldi. Razmer Bo'sh bo'lgan holatda ham jicha Hali nima bo'lib qoldi? Sal tinib qoldi, lekin mana shu turishda hozir bo'lmaydi, hech bermaydi uni. Ha, sog'dirmaydi. Ha, sog'dirmaydi. Hozir nechinchi razmerda? Hozir 3-razmerga tushib qolibdi. Bittasi nechaga tushib qoldi ekan? Strechi bor. Strechi. Bitirsasin o'zi kelib qoladi. Bu odamlar borib kech payt qo'yib qo'yapti, ertamagacha mana shunday mol tikka turibdi. Yo'q. Mana shunday qo'yib qo'yadi. Bunday odamlar bor. Moldan bezilaganda, mana jinni qilgandan keyin qo'yib qo'yib uyga qaragli ketadi. Mol yo'talmay yotaveradi. To'g'risi ashna qilyapti. O'zimiz yazonda chorva choq bo'ladigan joyda bitta ashna. Mana shuni bitta qanday qilib kichiklaytirib olsam bo'larkan? Ya'ni ilib olamiz aka. Olaveraymi? Olaveringchi, ya'ni ilib olamiz. Katta ekan, qarang. Bir dona kichiklaytirdim hozir, mana shu turishda. Bir dona. Mana oyoq ishlayapti ana. Qo'yganda bori mana shu parda bori mana. Ve cho'zilishi kerak mana shu. Mana shu cho'zilayotgan paytda oyoq ishlamay qoladi. Ash paytda sekin borib qo'yib olsa bo'laveradi. Srazi qo'yib olsangiz olma tepadi. Ha, sekin borib. Siz mana shuni tortib turibsiz. Tortib turganingizdan keyin qo'ying. Bu ham katta ekan. Yana kichiklaytirish kerak ekan. Katta kichik qilishda mana buni. Salom, tashakkur. Katta kichik qilishda songa qo'yiladi mana. Songa qo'yib. Kimdir asl bo'lavering, formasi pala bo'lmaydi. Katta kichik qilishda mana bu knopkani mana maytga qo'yib turib mana. Mana ezib turib burash kerak buni. Buraganingizda buraladi mana. Siz katta razmer, kichik razmer bo'laveradi. Tomoni ham shunaqa. Bo'ldi, tushunarli bo'ldi. Ezgandan keyin mana buraladi mana. Strechini yechganimiz yo'q mana. Bo'ldi. Hozir mana buni birga qo'yib qo'ydik, ikkiga qo'yib qo'ydik, buni birda turibdi hozir. Qashni qo'yib ko'raylik. Katta basmi? Bunda ikkida turibdi, ikkalasi. Bir dona kichiklaytirib uramiz. Bir dona kichiklaytirib qo'ysangiz, kichkina bo'lib qolishi mumkin. Bo'ldi. Qadrga tan berdi. Ya bu bermasam bo'lmaydi.
Bu bor hali bir tepganda bor, va qo'lim bor, tushib ketadi deb Ya mana deb sho'shigani yuzlab ratasini deb mayq qilib bermasin deyman. Ana boshida qo'yganimizda ko'ringlar, mana shu pitirchilik turdi, aqa-baqa bo'ldi. Bir yarim soat tek qo'yiladi, lekin men uni razmerini hozir mana 2 marta katta kichkina qildik, 2 marta kichkina qildik. Ushlaganingizda o'zi mana shilqillab qoladi-yu. Azidan hech katta bo'ladi razmeri. Urvo'li. O tepmasa bo'ldi, urgandan. Yetib bo'ldi uni soqqaniga o'zi. Ha bir 20 kun bo'ldi aka. Voy be. Ya bolasi endi yuribdi. Bolasiga emdiryapti ekan, ha. Bolasi endi mana shu yemini ham yemaydi, tez uradi qarab. Bir oyoq qistam uni, yo. Yana bitta kichraytiraymikin, ha. Bunaqa yomon bo'ldi, bori kichikroq qo'ygan yaxshi Ya razmer. mayli, kichikroq qilaveringchi. Asha razmerni olib yuraveraman nima endi. Deb o'ta kichkinib ketdi. Kichkina qoldismi? Yomon bo'lgan oyog'ini tortib olyapti, hozir qarang. Qo'yini qisib olyapti. Bitta turib ko'raymi? Bittasini Hozir hozir lepan o'zim. Ya ehtiyot bo'lavering, ehtiyot bo'ling yaxshi. Tishosiz so'g'ilar edi. Gelin paqirim yo'q, paqir bor. Qani, Paqirni ko'raylik. yana nima ko'raylik. Bu oyog'ini qimlatib olsin chiqani bir. Qaranglar, mana shundan ligrovka qilsa bo'laveradi. O'zimga tortmoqchi bo'lsam mana men tortyapman, suryapman. Mana tortyapman mana, suryapman. Bu suyu o'g'limda. bolasi ham bo'ldi. Yo'q, hali yo'larim 5 dana emgan xolos. Undan keyin bayram. To'pqada suv qochib ketgan urdim. Hozir mana shu mol tepetda, to'g'rimi? Bitta borib ko'ringchi, nimadir ekan. Siz o'zingiz borib ko'ringchi. Tepmasligin ha. Meni debmaydi. Ya tepolsa Ya mana. mana o'zim boryapman. Qani. Akam o'zi aytdi, hali poyini kesuvdi, oyog'i ishlab ketdi deyapti, sudrab yurgan. Ko'rsa Ha poyini. nima yuzsiz ko'rdim men buni. Yem qo'yibdi bolasi. Bolasi em degan ekanda bo'lmasa. Chiqyapti. Idrelemikin bolasi. Mayli, qani bolasini qo'yib yuboraychi. Ha, ko'rib turibsizlar mana. Bitta Telegramga bitta tashlab qo'yasizmi? Tepkir mol gruppa, Tepkir mol, sirazi qo'shib yoziladi. Tepkir mol. Telegram gruppa. Tashlab qo'yasizmi? Qani. Bir marta ol. Tepkir mol deb tashlab qo'ysin. Kirdingizmi gruppaga? Hali ikki tez ketib qolmasmi? Mana videolar tashlab qo'ydim-da, ketgan yo'q u videolar. Internet yaxshi emas ekan. Yetkazingizmi? Ha? Bo'lyaptimi? Rabbi? ketdi. Ketdimi? Spikasini yo'q olmasdi. Nega olmayapti? Yo'qmaydi. Chiqyapti. Chiqyapti, yaxshi chiqyapti. Ha, Mana shu hozirgi mana tepa ekan bol mana, gruppadagilar mana. Uyda egasi taqib ko'rsatdi mana. Taqib olib mana olamiz hozir mana. Telegramda. Mana qo'yapmiz mana. Endi boshida fikrchilikda boshqa bo'ladi, jinnilik qiladi-yu. Bir yarim soat tek qo'ysa ham mayli, mana shuni taqib qo'yib. Lekin buni qisganni bilish uchun mana bu anaqa tortilib turish kerak. Haligina shilqillab bo'ladi mana. 2 metr razmer almashtirdik mana. Hozir mana shuni olay mana. Hech kim bora olmaydi yoniga. Bolasi em qo'yib ustini mana. Ichga. Bolasini olib yediramiz hozir. Qani, bosi edeni o'rniga. Qarang. Qani. Ya mana ko'ring. Bu ilasiga qarayapti bu. Yem o'ygan ekanda. Mana buni siz pichgan olaman, ko'zing.
Bilmasagan men. E'tibor qilmagan ekanman. yonib turgan ekan do'st. Yem qo'ygan ekan, yemmadi-yu. Nimadimi? Yemmadi. Aka nima deysiz mana shu narsa rostdan ham bir Haqiqatan ham tepmayapti bo'ldimi, mana. effekt bo'lmadimi? Ya bo'ldi, effekt zo'r berdi. Mana hozirgi mashina bo'ldi mana. Ko'ryapsizlar? Telegram tepkirmoq. Tago jom badachi, so'g'echi. Ha, yerga qo'yibman. Mana. Akam o'zi mana hozir qo'y ekanda vazirlab kelib ketdi. Boravering qo'rqmasin sizga. Vodiy bo'ylab, mabodo shunaqa tepkirmoqlar bo'lsa borib sog'ib beraveramiz. Shunaqa xizmat bor mana. Mana hozirgi mol. Bir 2 yil qilganmiz yo 2 yil qildikmi yo? Yo'q, hech nima bo'lmagan. Faqat antifriz taqildi xolos. Hozir prямой olyapmiz o'zi-yu. Hech nima qilgan yo'q, faqat antifriz taqildi xolos. Bittasi unga narkoz berib qo'ygan dedi. Ya, u bekorchi gap bu. Narkoz bor, shuna mollarga bor. Nima qilmaydi, effekt bermaydi unga. Odamlar gapiraveradi. Bol cho'diravergan aka. Lekin bir tomoni bor, to'sig'i bo'lsa-mi? Ha. To'sig'i bo'lsa cho'chib turadi. Anundan cho'chib turibdi hozir, uni qo'yib qo'ydik-ku. Cho'chib turadi, yurmaydi-da. Misol 3 ta oyoq ishlaydi, bitta oyoq ishlamaydi. Bitta oyoqlari sudrab yuribdi, hali poyini kesib qo'yapti, yurib ketyapti. Aslida singari bitta 3 ta oyoq bilan yuraveradi. Bitta oyoq ishlamaydi xolos. Sonra yoniga kelyapman, ha. Men o'zim tepganing o'qib qo'yganman-da. Yomon debdi o'zim ham. O'zi qo'lim bor ishlamay qoldim men haligida. Yomon debdi. Ha, bo'larkan-ku mana. Tetribdi. Sen bo'laverar ekan. Aka bir tepkirmol gruppaga nima qilib qo'ygan bo'lsa, video tashlayapman, shunga bittadan like bosib qo'yasiz. O'sha haqiqatan ham. O'z borsiz-a shu gruppada? Bor. Akam o'z gruppada ko'rdim, mana tepkirmol, mana vodiy bo'ylab sog'ib beramiz deb gruppaga tashladim, gruppada bor ekan aka, kelib ko'rib, shuni molimni sog'ib bering dedi. Mana YouTube'dan topdim buni. Keyin gruppaga qo'shildi keyin tepkirmol. Gruppaga qo'shildi, sizga telefon qildim. Keyin nimani aytdingiz? Telegramda aytdingiz. Gruppaga qo'shilib oldi meni. Ertaga o'zim yo'rada video qilib tashlab yuboraman. Bo'ldi, kimda shunaqa tepkirmoli bo'lsa, shu aloqaga chiqsalar ham shu borib sog'ib beraveramiz. Endi sog'ib ham kimda jim turadi, turgandan keyin o'zidan sog'salar ham bo'laveradi. Borib antibir o'rnatib beramiz. Aniqroq bu akam o'zi qo'ydi uni. Oltaradan, tashladi. Qumariqdan o'zi qo'ydi mana shunga jangilotga. Akam endi o'zi bo'ladi. Bular like bosib qo'yasizlar o'sha mehnatga mana. Akam ham duxu yetib bordi mana molga, men ham misol bordim. Kimga asosiyan bo'laverar ekan mana, tetribdi mana. Endi bunga borib ayollar kelsa, misol o'zingiz tursangiz, agar o'zingiz bo'lsangiz. Bo'ldi, endi ehtiyot shart, aytdim, mahkam shug'ullar, shunday qilib. Bo'ldi. O'zingiz nimaga tashlash mumkin? Tayoq uyushadi-yu. Uyushganda tashlash mumkin. Shunga tirab turasiz xolos. Bo'ldi. Ashuna qilsangiz endi hali boshida, misol bir haftadan keyin o'zi mol borib, vashi jimjit bo'lib qoladi o'zi asli. Lekin unga qunt bo'lish kerak. Biz yo'sha misol mehnat qilish kerak, mehnat qilish kerak. Mehnat qilmaydigan odam misol qo'yadi, effekt bermadi, bo'ldi, antibir hammasi bir ko'r deydi-da. Bizniki misol katta kichik bo'ladi, lekin sinmasligiga, bukilmaslikka xullas hamma tomonlama garantiyasi bor. Uchun rezervasi bor. Sinmadi-yu. Uchiryapti-yu, qari. Hali materiali qalin, baquvvat. Yaxshi ekan. Razmer tushaveradi, o'sha 70-80 millionlik molga ham bemalol tushaveradi, xullas eng kichkinasi ham. Hozir bu nechinchi birinchi razmeri bilan ikkida turibdi hozir. Razmerlar. Ko'rsatdim razmerini katta kichik qilib. Ko'pchilik materiali yupqami deydi, yupqa emas. Har doim aytyapman, uchida rezinkasi bor, buni etini shilmaydi. Mana shu turishda agar mol bori yiqilib qolsa, agar bir dona ham ikkinchi razmerda birga qo'yib qo'ysam yiqilishi mumkin. Faqat yiqilgandan keyin misol bu nimasida choton orasida qolib ketsa ham bu shilmaydi, uchida rezinkasi bor. Shilinadigan bir ingichka narsa emas, ichiga kirib ketadigan narsa emas. Nima demaysiz endi? Bo'ldimi endi? Bo'ldi aka. Tetribdi mana. G'ashini keltirib ertaga ertaman qo'yib, o'zi video qilib tashlab yuboraman bo'lsa. Ashi bir tomon to'siq qiling, bir tomon to'siq bo'lsin. Ashula mol zo'r turadi. Lekin akam aytayapti mana, hozir molni shoxini shaltaga baylagansiz, bayladim deyapsiz, shalta qilib bayladim deyapsiz. Men aka bir kishi baylab olib maktabga turdim. Men o'zim old oyog'ini orqadan bari ko'tarib turdim. Bir kishi so'g'di, o'shandan sizlarga yo't oldirib tepyapti bu. Sizlar bo'ldi. Qarang, shu kalta qilib ham boshqa qilib. Mana yo't olib tepyapti-da. 3 kishi so'g'almadi deyapti.
3 kishi akam o'zi epladi mana, o'zi qo'yib mana ko'ryapsizlar, yonda turibdi-da, misol. Hozir tepayotgan mol. Men endi yosh bola sog'sa bo'laveradi degani emas-da, endi misol yiqilishi mumkin bu. Bitta oyoq ishlamagandan keyin tirab turadigan narsa ishlamagandan keyin yiqilishi mumkin. Shuning uchun ehtiyot bo'lib, boshida yangi qo'ygandan keyin bu antibiotik kim turmaydi, ushlab tursin akam. Bitta odam sog'sin, o'sha yonda tursin-da. Birdaniga shuni qo'ysa haqiqatan tepmay qoladimi-da. Mol ham ko'nikib olish kerak-ku, mana qanchalik tortilib turibdi. Kamida bir 5 yillikmi, 6 yillikmi mana yelin orasida mana tortilib turibdi. Qanchalik tortilib turibdi? Mana arabikda ko'rsatingchi. Ha. Hazlagan tortilgan yo'q bu, poy tortilyapti hozir. Oyoq ishlamaydi. Ashi ishlamagan paytda darza uraverasizlar. Turaversinmi shunday bir? Ya, o'pmaymiz aka. Ko'pchilik ertamangacha qo'gizyapti mana kech payt taqib qo'yapti, misol sog'ayotgan paytda soqqandan keyin esdan chiqib qolyapti-da. Keyin shu bilan shu qolib ketyapti mol. Yo'q, u ertamangacha erta o'zim taqib beraman aka. ha bo'ldi, ha. Erta o'zim taqib beraman. O'zingiz ko'rsating, masalan, olib tepaga ko'tarasiz uni. Ko'tarib turib, mana buni ko'targaningizdan keyin buni sirasi pastga tushirib yuborsangiz tepib yuborishi mumkin. Shuning uchun tepaga ko'tararsizmi? Ko'targaningizdan keyin sekin mana baqarab tortasiz. Ha, bo'ldi. Tortilib turibdi-da mana. Tortilib turibdi bu mana. Akam hozir o'zi olib ko'rsatadi mana. Bo'ldi, qarang. Aka to'xtab turing, Telegramga ham tashlab qo'ying. Tepchil molga shuni kirib olaydi. Ana, Olaveraymi aka? ha, bo'ldi. Olaveringchi, mana uyda egasini olyapti. Qashetni shu mana. Tepaga ko'tarasiz, tepaga. Bo'ldi. Tepaga, ha. Ko'tarib turib, tepaga ko'tarib olasiz. Pastga qo'yib yuboring, pastga tushirmang. O'ziga qarab sekin tortavering, ana. Parda tushyapti mana. Tushdi. Tushgandan keyin endi buni hozir tepmasligi mumkinmi? Ya tepadi aka. Hozir buni o'pmaydi-yu. Ya olgan paytda o'zi ba'zi mollar bor, tepalmay qoladi. Ushlab turing tamam. Borib turing. Ko'ringchi aka. Ya, yaxshiladi. Endi tepadi aka. Ay. Qattan jang qiladi ekan. Olgandan keyin bu mol tepyapti. Ba'zi mollar bor, olgandan keyin tetiribdi o'zi. Agar yoqqan bo'lsa, shu bittadan like bosib qo'yasizlar, yozyapman 24 kanal YouTube'da. Ertaga ertami qo'yib o'zim video qilib tashlayman endi. Biz bo'lsa, nima admin biz molimizga ishlatamiz. Desek for yap you. Nima? Masturaxon bor. Tasavvur. Arabi? Men ma'lumotlarni razmerni bilmasdim-da, o'shan aka yuring dedim o'zingizda. Aka, Men o'zim tashlab kelamas dedi. nimada premyer efir ko'rsam bo'ladimi YouTube'ga aka? Ya, ko'raver. Ha, shu 1-5 minut vaqt ketadi mana. Ya, bo'ldi, bemalol aka.